Sizlarga bu mashinani ko'rsatmasam bo'lmaydi. Chunki bu mashinani ko'rib, kimdir yoshligi, kimdir bolaligi esga tushadi. Men esla olayman, g'ira-shira bog'cha paytlarim bu mashinani men ko'rganman, 4 yashar, 5 yashar paytim, lekin bunaqa holatligini ko'rmagan edim to'g'risi. Motori bitta ko'rasizlar, mana shu like bosib qo'yasizlar. Mana buni qaranglar. Yangi akalarim, bunaqasini ko'rmagansizlar boru. Men hozir so'radim, qanaqa motor turadi bunda desam, mototsikl motoriga mana shu kuzov kiygizib qo'yishgan deyapti. Invalidga mashina. Yengilligini ham ruchkasidan ham bilsanglar bo'ladi. Ochyapmiz, saloniga kiryapmiz. Mana buni qaranglar. O'zini shot spravkalariga turibdi. SSSR qog'ozi ko'rasizlar, даже bardacho'lardan ham ko'chib ketmagan. Mana bu salon koja bo'lib chiqqan ekan. 90-yillar akalarim tushunasizlarmi? Hozirgi paytda ham bunaqa koja даже Onyx Cobalt Gentral'da ham salon materialli bo'lib chiqyapti. Lekin bu mashinaning saloni koja qoyil qolsa arziydigan narsa. 90-yil, 80-yildan baland akalarimizda bu mashinani ko'rishgan, bilishadi. Akalarimizga jo'natamiz bu videoni, like bosamiz. Kapotni ochinglar. Kapot elektromobil bo'lib yotibdi. Tushungan bo'lsanglar, o'zingizlar orqada bunda motor, o'tga bagajlik sifatida foydalangan, o'zini zavodskoy balonlariga turibdi zapaska. Signalni ko'ryapsizlarmi? Mashinani probegi qancha deysizlarmi? 270 km. Absolutno mashina yangi. Bu videoni iloji boricha 80-yil, 90-yildan baland akalarimiz jo'natib qo'yasizlar. Bu mashinani ko'rib haqiqatda xursand bo'lib ketishadi. Mana shu yerda like bosib qo'yaverasiz.